Kelinni tarbiyalashni kim chiqargan o'zi? Yangi kelgan kelinga hamma tarbiya berishni, aql o'rgatishni boshlaydi. Kelin degan bunaqa bo'ladi, kelin degan unaqa bo'ladi, kelin ertalab hammadan oldin turadi, kelin oxir bo'lib uxlaydi, kelin gapirmaydi, kelin chidab yashaydi. Kelin kim o'zi? Tarbiyasiz o'sgan daydimi? Yo zonada o'tirib chiqqanmi? Yo jinnixonadan qochganmi? Yoki o'rmonda yashaganmi? Kecha boshqa uyda jonim qizim edi, bugun bu eshikdan kirib tarbiyalanadigan obyekt bo'lib qoladimi? Nimaga hech kim er degan bunaqa bo'ladi, o'g'il degan xotinni hurmat qiladi, qaynona degan kelinni sindirmaydi deb dars o'tmaydi? Nega faqat kelin? Kelinni tarbiyalamang, mehr bering, yetadi. Chunki tarbiya bolalikda beriladi, kelin esa boshqa oilaning tarbiyasi. Agar er tarbiyali bo'lsa, agar qaynona adolatli bo'lsa, agar uyda hurmat bo'lsa, tarbiyali oilaning tarbiyasiz kelini bo'lmaydi. Kelinni sindirish oson, lekin sindirilgan kelindan baxtli oila chiqmaydi. Kim aytgan kelinni tarbiyalash kerak deb kommentga yozib ketinglar. Lekin avval bir o'ylab ko'ringlar, balki tarbiyaga kelin emas, muhit muhtojdir.